Aba, anoyda paxolla yonibdi. Nima? Oromda somon yonib turibdi deydi. Nima so'rayotganinglarni bilmadim-ku, lekin sizlarga hech narsa bermayman. Somonxona yonib ketdi demaysanmi? Men sizga aytdim-ku. Keyingi safar bom bo'ldi degim. Achamlar, dedimlar ponqa kinchabam qidirib kelishdi. Qidirib kelyapti? Milisa kelayotgan ekanmi? Yetimaklari yunalib kelayotgan ekan. Siz vobshe gapirmang. Tushunganim ham esimdan chiqib ketyapti. Hele qilmayni, beshim og'ritib, ozgina o'tirishaydi, ketishaydi. Yana yaxshimisizlar? Stolda jetni aytasiz. Ya, aba, bo'zay qochib ketveribdi. Ha, endi tushundim. Molga ovqat berish kerak deyapti. Boring. Og'zingni itlayaga xona berdim ol. Aman sizga nima dedim? Ittingiz qissin. Olchiysan. Elveli yemayman. Nima yeysan? Petinjo yegim kelibdi. Nima u? Yaxshi keldingizmi? Menga nima deb keldingiz? Ha bir kerak emas, toy chiqib o'ljak bo'lib turaveradi. Iskandar Billingiston Mavrid loyihasidan 2 xona uy olish uchun boshlang'ich to'lov 98 million ekan. Hozir aksiya ekan. Ora qoldim. Gapirvoman, gapirdim. Ketdi. Achi, bo'ldi. Sizlar bilan umuman gaplashmayman. Ana, yangi kelinim bilan gaplashaman. Ibi havli buncha katta, jurib beringlar hay. Endi bir-birimizni umuman tushunmay yashaymiz. Hech bo'lmasa shu kelinim badiiy tilda gapirsa bo'lardi. Ruslarni o'rganarmiz. Yega qirq. Voy, ular.